Fuqarolarga shoshilinch xabar. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, 31 dekabr Yangi yil kuni barcha fuqarolar Yangi yilni qor bilan qarshi olishadi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 31 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati 31 dekabr kuni 0,5 daraja iliq, kunduzi 3,8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 31 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 1-2 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 31 dekabr kuni va 2 yanvarda kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 3,8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida harorat bulutli bo'ladi. 31 dekabr ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 1-2 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi va kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 1 yanvar kuni kechasi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. 31 dekabr va 3 yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 1-2 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 31 dekabr kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Faqatgina 1-2 yanvar kuni yog'ingarchilik bo'ladi. 31 dekabrda yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat 31 dekabr kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 31 dekabr va 3 yanvar kuni vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga kuchli bo'lishi mumkin. 4-7 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 31 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 1-2 yanvar kuni kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi, deyilgan xabarda.